Ovqat yeganingizdan so'ng oshqozonda og'riq, og'irlik yoki ko'ngil aynishi sizni bezovta qilyaptimi? Unda sizda gastrit bo'lishi mumkin. Gastrit kasalligi oshqozon shilliq qavatining yallig'lanish natijasida kelib chiqadigan patologik holat hisoblanadi. Kasallik ichki hamda tashqi omillar ta'sirida kelib chiqadi. Bu kasallikka asosan bakteriyalar, ya'ni oshqozon shilliq qavatida yashovchi Helicobacter pylori sabab bo'ladi. Bundan tashqari nosog'lom turmush tarziga rioya qilish, ichish, chekish, stresslarga tez-tez duch kelish natijasida yoki nosog'lom ovqatlanish, ratsionda sho'r, achchiq, ziravorli, dudlangan, tuzlangan, qovurilgan yoki qattiq ovqatlarning ko'p bo'lishi mana shu kasallikka moyillikni orttiradi yoki aynan mana shu kasallikni keltirib chiqaradi. Turli xil nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlar, aspirin yoki gormonal steroid preparatlar, gidrokortizon, prednizolon kabi dori vositalarimiz ham aynan shu kasallikka sabab bo'ladi. Kasallikning klinikasida biz ko'rishimiz mumkin. Ovqat yegandan so'ng darhol yoki bir necha daqiqa o'tgandan keyin oshqozon sohasida og'riqlar, og'irlik hissi, qorinda shish, kekirish, ko'ngil aynishi, qayt qilishi, mana shu belgilar ustun turadi. Kasallikka tashxis qo'yish instrumental hamda laborator tekshiruvlar asosida olib boriladi. Davolash esa kompleks tarzda, sog'lom turmush tarziga rioya qilgan holatda parhezga amal qilib, ya'ni birinchi, ikkinchi parhez stollari, xamirli, yog'li ovqatlar taqiqlangan holatda bug'da pishirilgan, qaynatilgan, yengil hazm bo'ladigan ovqatlarni kam-kamdan tez-tez iste'mol qilish, sog'lom turmush tarziga rioya qilish tavsiya etiladi. Mana shunga o'xshash toifa savollarga qisqa hamda lo'nda javob olmoqchi bo'lsangiz, biz bilan bog'laning. Unutmang, sizning muvaffaqiyatingiz bizning ham muvaffaqiyatimizdir.